qaynona, qaynotam ham yaxshi insonlar edi. Erim bo'lsa meni ko'nglimni qanday qilib topishni juda ham yaxshi bilardi. Uyimizda yana bir qaynukam va qaynisinglim ham biz bilan birga yashardilar. Qaynisinglim maktabda o'qir, u bilan tezda til topishib ketdik. Lekin qaynukam bilan hech ochilib gaplashib ketolmadim. Uning qarashlari, o'zini tutishlari qandaydir g'alatiroq edi. U ko'chadan beri kelmas, doim oilasiga muammo olib kelardi. Hali qarasangiz kim bilandir mushtlashgan, hali qarasangiz kimnidir uydan nimanidir olib chiqib ketgan. Akasining u bilan yotig'i bilan gaplashishi ham, qattiq qo'llik qilib tanobini tortib qo'yishi ham aslo ko'r qilmasdi. 1-2 kun yaxshi yurib, yana o'zini bezorilik hayotiga qaytardi. Bu orada men homilador ham bo'ldim. Erim bundan juda ham quvondi. Oradan 9 oy o'tib o'g'il farzandlik ham bo'ldim. Hamma xursand edi. Erimning birinchi farzandi, yana o'g'il. Qaynona qaynotamning birinchi nabirasi. Kattagina qilib beshik to'yini ham qildik. O'g'lim 3 oylik bo'lganida erim ko'p xayol suradigan bo'lib qoldi. Buni sababini so'raganimda, u pul ishlab topishi kerakligini, yaqinda endi ukasini uylantirishi kerakligini, o'zimizga ham uy-joy qilib chiqishimiz lozimligini aytdi. Gaplari bir tomondan to'g'ri edi, ammo buning uchun yana Rossiyaga ketishi kerakligini o'ylab kayfiyatim tushib ketgandi. Xullas, erim Rossiyaga otlandi. Menga 1 yilga qolmay kelaman deya ishontirdi. Erim ketadigan kuni yig'lay erimni kuzatdim. Shundan keyin kunlarim avvalgidek kecha boshladi. Ertalab tur, nonushta tayyorla, uy ishlarini qil, yig'ishtir, shupir, sitir, ovqat tayyorla, kir yuv. Bir pasda qarasangiz kun ham kech bo'lardi. Faqat farq qiladigani birdan bir tomoni, kechasi endi bir o'zim kichkina o'g'lim bilan uxlardim. Erim ketganiga 3 oy bo'lganida erim uyga pul jo'natishni boshladim. U kishi bilan telefon orqali gaplashib turardik. Bu orada qaynukam akasi yo'qligidan tamoman o'zidan ketib qolgandi. Ko'pincha kechalari hamma uxlaganda chiqib ketar. Buni bilib qolgan qaynonam urush janjal